Hurmatli do'stlar, olma daraxtimizni mana hozir kesish jarayoni boshlanyapti. 100% mevaga o'tirgan. Hozir buni abreskasini qilib ko'rsatamiz sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik buni. Oralarni jiralashtirish kerak bu daraxtimiz. Oxirgi kesuvimiz mana shu bilan daraxtimiz tamom. Mana kesuv jarayonimiz tugadi. Mana shu holatda olmamizni mana 100% mevaga qo'ydik. Shu holatda kesilsa bo'laveradi do'stlar. 5 yasharli tayyor mevaga kirgan olma daraxtimiz mana.